Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Sizlarga Damas avtomobillarini obzor etib berib o'tamiz. 2020-yil ishlab chiqarilgan 185 ming kilometr yurgan Damas avtomobili. Metan, hamma narsasi bor, chexol, polik. O'yin tashalgan. Asfalt yo'q, tayyor mashina. Metan ustanib qo'ygan. Sostaniyasi zo'r, motor korobka zверь turibdi. Kuzovida ham ish yo'q. Zakon sostaniyasi. Bahasına keladigan bo'lsak, bahasi 57 million so'm aytilib turibdi. Ustida naqd pul sanimon deydigan odam bo'lsa, yana savdolashib kelish pasazda bo'ladi. 2016-yil ishlab chiqarilgan 52 ming kilometr yurgan metan gaz ballon ustanib qo'ygan. Bo'sh ballonlar qo'yilgan 13lik chexol polik hamma narsasi bor. Fotolar ham döşeilgan, kanal kela qo'yilgan. 52 ming kilometr yurgan metan ustanib qo'ygan. Chexol polik linoniy hamma narsasi bor. Bahasına keladigan bo'lsak, bahasi 57 million so'm aytilib turibdi bu. Ustida savdolashib kelish pasazda bo'ladi. Egalardan gap turgan mashinamiz. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 da turadi. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa qilib ko'rasiz do'stlar.